Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun sizlar bilan careedu.uz platformasi orqali universitetlardan, ya'ni oliy ta'lim muassasasidan kelgan e, shartnomalarni qabul qilishni o'rganamiz. Buning uchun careedu.uz platformasiga kiramiz va tashkilot nomidan shu korxonada ishlaydigan yoki shu korxonaning egasi bo'lgan odam kira oladi. Mana biz yuridik shaxs bo'lib kiramiz. Продолжать bosamiz va xuddi shunday bo'lib, mana mas'uliyati cheklangan jamiyat va yana xuddi shu amaliyot bo'limiga murojaat qilamiz va shartnomalar bo'limini tanlaymiz. Ko'rishingiz mumkin, Termiz davlat muhandisligi va agrotexnologiya universitetidan bizga shartnoma kelgan. Shartnomani biz mana bu yerdan shartnoma degan joydan shartnomani bandlari bilan tanishib chiqishimiz mumkin. Va shartnoma bilan tanishib chiqqandan keyin holatni o'zgartirish degan joyga o'tamiz va ko'rishingiz mumkin, rad etishimiz ham mumkin ekan. Buni biz nima qilamiz? Faol qilib saqlab qo'yishimiz kerak ekan. Mana bizning shartnomamiz qabul qilindi va faol turibdi. Endi bizga bemalol talabani biriktirsa bo'ladi.